ikkali ham penalti bo'lib mana xayrlik ham juda aytdilar. O'rta qishloq 2-yil chempion bo'lyapti. Mana alohida o'rta qishloqlarga salom. Shunga ochig'i xursand bo'lganimiz mana Oljon aka Ahmedov shu yerdalar, Xayrul aka erinmasdan shu vaqt topib bizni tumanda bir chekka joydagi futbolga mana kelib mana shunchalik e'tibor berib bular ham nima desam bo'ladi, haqiqiy bir talantlarni bu yerdagi yoshlarimizni kelajakda shu yurtimizga munosib farzand bo'lishida, shu sportga qiziqishida hissa qo'shayotgancha ularga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va o'ylayman, hozir to'g'risi o'tirib shuncha odamni ko'rib stadiondan ham xijolat qildim. Bu yildan keyingi chempionatni xudo xolasa chiroyli stadionda o'tkazamiz. Chiroyli qilib shu yerda o'rinbosarim Shahobiddin shu yerda qoladi, o'tirib chiroyli bir chimni ustida, chiroyli maydonda o'ynaydigan qilamiz ochig'i. Shuning uchun chempion bo'lgan jamoamizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. To'g'risi o'yinni boshdan ko'rmoqchi edim, mehmonlar bilan bo'lib endi yetib keldim. Shuning uchun hammalaringga omad, hamma komandalarga qatnashgan jamoalarga, hamma butun tumandagi mahallaga, umuman mahalladagi shu futbolga yetaklab yurgan haligi